Yuan appi birinchi va uchinchi pozitsiyalari Narda Grey, Oqyani va Mokra asfaltini qilib yurgan akalarimizga mashinalar topib qo'ydim akalar. Hozirgi bugungi kundagi narxlar yuan applarga jinday oshdi. Birinchi pozitsiyasi narx qo'ydi 11400. Yo'l kirolari ham oshib qoldi. 1200 dan bo'lyapti. Ya'ni bitta yuan appda birinchi pozitsiyasini olaman sizlar 11400 ga 1200 ni qo'shadigan bo'lsak 2600 dollarga Toshkentga yetkazib beramiz. Uchinchi pozitsiyamiz esa Xitoydagi narxi 13800 dollar, 1200 dollar rastamoshga yo'l kira qo'shadigan bo'lsak 15000 dollarga yetkazib beramiz. Xo'p, agar qiziq bo'lsa bemalol pastki raqamlarga aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Biz sizga ushbu mashinalarni Xudo xohlasa 15 kundan 25 kun ichida yetkazib berishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa qor yog'ib yana cho'zilib qolmasa ulguramiz. Ya'ni hozir 1-yanvargacha bo'lgan vaqtgacha bemalol mashina sotib olishimiz mumkin. Eski narxlarda 1-yanvardan keyin nima bo'lishini endi vaqt ko'rsatadi.